Ben Abdug'upur. Dadamның ismi Qutlug'. Abdug'upur Qutlug' degan men bo'laman. Men 1936-yili G'ulji shahrida tug'ilgan. 1960-yili Xinjiang Pedagogika institutining til adabiyot fakultetini tugatib, G'uljiga kelib, Qaridon maktabida muallim bo'ldim. 2 yildan keyin 29-mayda 29-may qalliq voqeasi bo'lgan kuni men boshpanalik izlab Sovet ittifoqiga, qo'shni Qozog'iston Jumhuriyatiga boshpana tilab chiqqandi. Men chiqqan kuni G'uljida Il oblastlik partiya komiteti xalqni pulemyotga o'q tutgan qirg'in bo'lgan kun shu kun. Shu kunni men hozirgacha unutmayman. Mana 29-may voqeasida men vatandan hijrat qilib Qozog'istonga chiqqan kun mana 51 yil bo'ldi. 51 yildan sal oshdi. Mening balammi, cho'ng o'g'limmi 50 yoshga kirdi. Mo'sha 50 yildan beri mening bu yerga chiqishimdagi sababmi bir savdo qilib tijorat qilay degan bir maqsad bilan chiqmagan. Men u yoqda o'qiyotgan vaqtda millatchi bo'lib qolgan. Keyin maktabda ishlab yurib o'ngchi bo'lib qoldim. O'ngchi millatchi degan bir beshimda ikki qalpoq bo'ldi-da mening. Hukumatga qarshi bir unsur bo'lib qolganim uchun boshpanalik tilab bu yoqqa chiqqanman. Shu vatanimning dardiga bir darmon topqin chiqib edim. Chiqib bu yerda men qilmagan ishim oz qoldi. Muallimmi bo'ldim. Buni shu vatandan chiqqan Uyg'urlar uchun yangi hayot deb gazet chiqadi 1970-yili. Shu gazetga ishga taklif qildi-da, shu gazetda ishladim. Ta pensiyaga chiqqacha 97-yilgacha shu yangi hayot gazetida oldida bo'lim boshlig'i, keyin bosh kotib bo'lib, shuningda ishladim. Endi men o'tgan mushu 50 yillik umrimda bir kunmi vatanning g'amini qilmagan kunim, g'amsiz kunim o'tmadi. Undaq bo'lgani, anadan ayrılsa bir 3 kun yig'laydi ekan, atadan ayrılsa 7 kunga yig'laydi ekan. Ana vatandan ayrılib qolgan odam bir umr yig'laydi ekanda. Men shu ana vatanim Uyg'uristondan ayrılib qolganim uchun ta bugungi kungacha ko'zim yosh qurmadi. Men endi bu yerga chiqib, ya'ni shu vatanning yo'lida yurdim. Men buning yo'lida yurganda u yoqda milliy inqilobda general bo'lgan Marg'ub Soqovning, Zunnun Tiyepovning, kapitan bo'lgan Ashir Vahidovning shularning o'pcho'risida yurdim. Shular bir ish biladi-ku deb. Xayriyat 1970-yili Sharq Turkiston inqilobi birlik sepi degan Xitoyga qarshi tashkilot qurildi. Uni qurgan odam mashhur mujohid Yusufbek Muxlisov bo'ldi. Men shu vaqtda shu tashkilotga kirdim. Keyinroq Xitoyga qarshi yana bir tashkilot qurildi. Uni Ashir Vohidi boshchiligidagi OAT deb ataldi, Uyg'uriston ozodlik tashkiloti deb. U tashkilotga ular taklif qildi, shu tashkilotga kirdim. Shu tashkilotda bosh kotib bo'lib ishladim. Xayriyat shu tashkilotni ba'zi mushadiki Uyg'urlar, vatanparvarman deb yurgan vatan sotqushlar parchalab tashlab yo'qotqicha va davlat egalarimi uni chekligicha men shu tashkilotda bosh kotib bo'lib ishlagandim. Ashir Vohidi haqida gap qilsak, Ashir Vohidimi xuddi Yusuf Muxlisovga o'xshash haqiqiy vatanparvar odam edi. Vatanning ozodligi uchun qo'lliq qurol ilib kurashgan odam edi. Kapitan unvonini olgan odam edi. Yusuf Muxlisov xuddi mush xristaldek toza pok odam edi. Hech kimga bo'yni bog'lanmagan. Vatan desa, yeyotgan ishini dast turadigan shunday odam edi.
Ahir İslam'ı vatanni azat qilish yo'lida ko'risha vatanning davosini xalqaralashtıraman deb shuning yo'lida menib o'lib ketdi. Bo'libmi Ashir Vohidiga vatan xoinlari qasd qildi. Suiqasd bilan o'lib ketdi. Ko'zi o'chib ketdi, armoniga yetolmadi. Men shularning tirik shohidi bo'lib turibdiman. Endi ularni kim buzdi? Kim parchaladi shu tashkilotlarni? Uni mening vatanim Uyg'uriston qachon ozod bo'ladi, shu vaqtda uning so'rig'i cho'qim bo'ladi. Agar men hayot bo'lsa, men tirik shohid sifatida bu da'voning ustida tik turaman. Xayriyat, ta'limimiz baka Xudo baydi Robiya Qodirni men degan Uyg'urlar, Mamtimin Hazrat, Mamtimin Hazratlar, Aysa Begimlar, Yusuf Muxlislar, Ashir Vohidlar xalqaralashtirilmagan Uyg'uriston davosini Robiya Qodir hozir xalqaro sahnaga chiqadi. Xudo ömrünü bersin şu ayalını. Baxtimizga şu aman bo'lsin. Biz şunun ömrünü tilab 5 vaqt namoz o'qib yashayapmiz. Ammo asyadimiz şu vatanni ozod qilishdi. Bizning dushmanimiz bek cho'ng, bek vahshi. Bizning vatanimizning boyligi bilan hozir dunyoga xo'ja bo'lish o'yida yuryapti. Hozir kuchlandi bizning davlatning boyligi bilan. Dünyani ağzıga qarityapti. Güllenip, taraqqiy qilib cho'qqiga yetdi. Amerika bilan uzangi so'qishtirgan yerga yetdi. Bu uning o'limidan xabar berdi. Uning o'limi yaqinlashdi. Imperiya gullendi, o baribir halok bo'ldi. Biz shu kunni ko'rishni arzu qilib yashayapmizda. Baribir o bishig'a, chunki uning xohishi bütün dünyaga ega bo'lish. Burun bizni dushmanim bizga dushman bo'lsa, hozir dunyo xalqimi tonib qoldi Xitoyning vahshiyligini. Toniyotdi. Demak, biz hozir yolg'iz emas. Bizning davarimiz xalqaralashdi. Demak, cho'qim bizning vatanimiz ozod bo'ladi. Shu kunni qachon ko'raman degan oy bilan yashayapman. Men boshqa armonlarga yetdim. Ayolimi aldım, balımı tapdım, shoirmi bo'ldim, 15 kitobni chiqardim. Mening bir armonim qoldi. Uyg'uristonning ozodligini ko'rish. Uyg'uristonning ayulduz ko'k bayrog'ini ko'rib o'lib ketsam, endi men dunyodan ko'zim o'chib ketmaydi. Men bu yo'lda she'rlarni yozdim. Amerikaga borganda, Oliy Kengashning yig'iniga borganda Obamaga maktub yozdim. Shuningdek bunda parchalar bor. Obama shahringa kelib qoldim. Dardimni dodi-xodi so'rab qo'ygan. Beshimga balo bo'lgan ajdahoning yo'lini saddi ichida to'rab qo'ygan. Beshimga balo bo'lgan boyligimni sotmayman, ozodlikka tegishiman. Obama Gülak bo'lib qo'ysang agar, men sana sajda qilib inishiman, bo'lmasa ta o'lgicha ilishiman deb murojaat qildim. Endi o nima topshirgandi, uni o'qigandi, uni bara ko'ramiz. Men ana shu vatan dardida o'rtinib, kuyib o'chib, mana 75 yoshga keldim. Mening bir armonim qoldi. Vatanning ozodligini ko'rib o'lish. Shuning ozodligini ko'rsam, menda boshqa armon qolmaydi. Ammo u kun cho'qim men ko'raman. Hozir men shundoq umidlimanki, mening hozir cho'ng do'stlarim bor. Dushmanim cho'ng bo'lgan bilan, meningmi do'stlarimmi cho'ng do'stlarim bor. Xalqaro tinchlikparvar kuchlari, demokratik kuchlari, mana azadlık elleri Amerika başlagan, Yaponiya qo'llagan. Bular bizning dardimizni tushundi, bizning halimizga yetadigan turi bor. Ammo bu yo'lda endi shular ozod qilib bersa, men tayoq aya olaydigan o'yim yo'q. Men qachon vatan meni chaqirdi ekan bu ishga, men o bola chaqam,
kalam kaldı, balam kaldı demeyeyim, ben teyyamen. Çünkü bende bir de arman kaldı. Şu armanga çokum yetemem ben. Hazır şunda işleştik. Çünkü düşmanım çoğun boğan bile benim çoğun dostlarını halkara taptım. Hazır benim köksüm biraz kınıp durdu da. Ben anç teşvişte emesmen. Hatırcam yaşavadım. O gün yık. Yusuf Bey, Muhlis ve Aşır Vahide hakkında ayırma biraz toxtalib etemsiz. Bular kimdi? Qanday chiqib qolgan bu yerda nima ishlarni qilgan bo'lgan? Aşır nima Yusuf Muhlis hakkında toxtalay. Yusuf Muhlisov Uyg'uristonda shu xalq muzeyisininki muzey deymiz go. Şu muzeyninki başlığı deyildi. Başlığı arxeologiya muzeyi batı. Şunun başlığı deyildi. O yerda akademiyada işlegen özü. Akademiyada işlegen. Özü yazgıcı adamdı. Bir yere çıkıp şu Şarkı Türkistan davası yolunda onun yazgan bütün makalesi, bütün eserleri ana vatan hakkıdır oldu. Şunun için ana vatan hakkı dastlabki teşkilatını Yusuf Muhlisov kurdu. O birisininki küçük bilen, birisinin onun eğizduruq selişi bilen kımmedi. O öz vicdanı bilen kaynap çıkıp Xitayga karşı teşkilatını kokmay kurga adam şu Yusuf Muhlisov'du. Onun billi yenidekiler şu vakitte onu kollap, hamma cihatdan kollap ta o ölgüçe bir gün mü vatanının gemisi jürenmedi. O dava kılıp chet ellerge çıbadı. Özü gezi çıkardı, Şarkı Türkistan avazı degen gezi çıkardı. Ama özü namırat turmuş köçösü mü? Lekin dünyası bay, manevi dünyası bay adam. Ben onda vatanperver adamını ömrümde birinci görüşüm. Ben onu özel bir ustaz tutattım. Şu adamların ama közü, armın gıyteme közü uçuk gitti alemde. Aşırı bayıdı bolsa, o yakta Şinjan Uygur Abdunum Rayonluq Yaşlar İttifakı degen Yaşlar Teşkilatının birinci sekreteri bolup işlegen Ürümçi'de. Şu işine taşlap ahir bu yakka başpana atılıp çıkkadı. Çıkıp bir akademiyada Kazakistan Pella Akademiyasının Uygur Şunaslık bölümünde xadim bolup işlep şurdu. Özü tarihçi adamdı. Tarihni maqtı biletdi. Vatanperver adamdı. Ahir özü kaynap bu şu Yusuf Bek'ninki teşkilatıga karşı emas. Şununla hem nefes bir dep bir yürüş için Uyg'uriston Azadlık Teşkilatı'nı kurgandı. Keyin Xitayning casusları Xitayning kolu uzurup, müşaylagishi yetip, şunun casusları tarafından suikastga uçurab ölüp ketdi. Onun közü ochiq ketdi. Ama onun enisi ba hazır Abdurim Vahide degan o ballari ba, singillari ba, balchaqilari ba. Ola ve Uygur halkı Aşır Vahide'ni hiç kaçan unutup kalmaydı. Çünkü o özü şu vatanının azatlığı yolunda küreşkin için Xitayla onu öldürüverdi. Gözün yok etti. Bırak keyin Uyg'uriston Teşkilatı'ma, Şarkı Türkistan İnqilab Birlik Sepima, Meyadan Şanghay Dogovoru degen bu Uygur'a karşı bir dogovor oldu. Şanghay şartnaması. Fakat Uygur'un koluğu koysa ağızlık eğizdirik saldıgan bir şartname oldu. Bizge karşı kılgan. Bizde terörist, bir iş kısaklı terörist dep, ondaq dep, mındaq dep. Yani ki bizde terörist dep, mesela akmak kılıp, ahir o teşkilatlarımızda mı arıga zıgzık çürüp, panak ekip, ahir bölüp taşlıverdi. Şunun yolu da mangan, men vatanperver dep, saktı vatanperverlerimi ağzı tirik jürüp bitipti. Bunun soruğu Xuda bursa Uyg'uriston azat bo'lganda bo'ladi. Bu yerda hazır so'roq qilolmaymiz bu qarindoshlar jutida uni. Vaqt kelganda uning so'rog'i bo'ladi. Biz uning tirik shohidlari. Bir men emas, mendek minglab shu Qozog'istonda yashayotgan shunday vatanparvar bolalar bor.
Bunun vaqti saati kelganda hisob ilinadi bu ishlarda. Men endi o'sha maktabda o'qishni tugatgandan keyin, institutni tugatgandan keyin Qardon 9-o'rta maktabida muallim bo'lib ishlab yurganda aram bermadi-da. Chunki institutda Xitoy qarshi sayrab, ichilib, Xitoyni yomon deb chiqib kelsin degashga, shu Ziyo Samedi o bolaning quyruqlari atilib qolg'ashqa, shu maktabda aram bermagandan keyin men birinchidan o'qish uchun. İkinchidan, shu ana vatanimni shu Xitoyning zulmidan ozod qilish uchun shu tavaga chiqib ketay deb Sovet ittifoqiga chiqqandim. Chiqqanda o men o'ylagandeklar emasga men chiqqan vaqtlarda. Men ham o'qanmadim. Voy, mana o'qidigan kishi bo'lmadi, men o'qanmadim. Shu o'qish bo'lib qoldi. Keyin biroq gazet chiqqanda meni gazetga taklif qildi. Shu gazetda ish qilib bilgilishimcha shu yerda yozib, shu gazet meni shoir, jurnalist qilib o'stirdi-da. Endi men Qozog'istondan neni yeb cho'ng qilyapman, 5 bola cho'ng qildim. Men Qozog'istonni yomon demayman. Endi bizmi bir vaqtlarda Qozoq xalqiga qarindoshlikqa yarab, shu Eli sultonligi degan taxtimizdan ayrilib ketgan-to'q. Tazabek degan Baturini o'rislarga bermaslik uchun Alixon sulton taxtini berdikin, shu qarindishni bermay shunga qarindoshlikqa yarag'andi. Xudo endi mundaq bo'lib ketmas, bularning bir qarindoshlikqa yarab, bizga mi yordam qila? Endi bizga yordam qilsa, biz bularga ziynimiz tegmaydi, chunki tarixda biz Qozoq bilan so'qishgan emas. Qarindosh xalq biz. Shundoq umid bilan yashayapman, Qozoqni bu yomon degim kelmaydi. Bizda maqol bor, suyunishgan quduq tukamaydi degan. Biz tukaydigan xalq emas. Bular ilojsiz endi nima qilyapti? Chunki Shanxay dogovori degan dogovor shunga kirib qo'ygan yeri bor buning. O dogovor bizga qarshi dogovor. Sizning o'zingizning ijodiy hayotidan biroz so'zlab berasiz. Men endi shu Urumchida yurgan vaqtda she'r yozgan. Student vaqtimda yozgan. Keyin shu dastlabki she'rlarim shu Tarim jurnallarida, Shinjon gazetlarida chiqqan meni. Keyin bu yoqqa chiqqanda o'qiyman deb chiqib o'qolmagandan keyin men dastlabda Uyg'ur xalqining qahramon qizi Rizvongul haqida poem yozdim. Poem yozib, shu vaqtida Kommunizm tug'i degan gazet bor-edi. Kommunizm tug'i gazetiga kelsam, Xelil Hamroyev degan shoir bor ekan. Shundan gazet ishlayotgan. Hizmet Abdullin degan cho'ng yozuvchi ishlayotgan ekan. Shular nihoyat iliq qarshi oldida, bu Rizvongul haqida yozibsan buni. Bir dili poem yozibsan. Men dedim, yarısı beysanglar, yarımısa kuldanga tashlab yetasizlar aka deb qilsam, da o'qib ber dedi Hizmet Abdullin. O'qib berdim, bu odam shundoq hissiyotlanib, meni shundoq tabrikladiki, menga uchum qilishga bir qanot bog'lagan odam shu marhum Hizmet Abdullin Xilil Hamroyev bo'ldi. Poem ularga yoqdi. Onun ustiga poema Rizvongul haqida, Uyg'ur xalqining qahramon qizi Rizvongul haqida dedi. Shuni gazetga bosdi. Bosgandan keyin meni anadikin yurt jamoat tanishga boshladi. Men ungacha uyimga suv tutgandim, ketmanda suv tutib dehqonchilik qilgan. Kolxozda ishlatdim. Keyin she'r chiqqandan keyin o'zlari, voy, mana bir shoir mashaydi bor ekan deb izlab so'rab, oxir gazetga taklif qildi. Gazetxonada ishildim. Men qilganmi? Biri shu Uyg'urning gazeti bo'ldi, gazetxonasi bo'ldi. Endi ikkinchisi, uni Xudo menga bergan talantdan ko'raman. Men hech kimga bir pul berib, yoki bir yoldirib bostirganim yo'q. Shundan keyin mening 15 kitobim chiqdi. Nima mazmunda kitoblar bu? Kitobdan shu 90% shu vatan haqida she'r. Vatanın qahramonlari haqida, G'enovator haqida bor, Sodir Polvon, Ishfarxon, Moyimxon, Nozigun. U yoq jiroqroqqa borsak, shu O'g'izxondan tortib.
Keyin men buni Yaponiyaga borganda, qurultayda Uyg'uriston deb cho'ng qasidamni o'qib berdim. O'zi 1500 misralik Uyg'uriston. Endi uni men yig'lab o'tirib yozgan, uni xalqim yig'lab o'tirib o'qidi. Keyin meni shu jamoatga tanitib etdi. Mening bütün asyadim shuningda borda. Endi uni men qanday tafsil etib bera olmayman. Uyg'uristonni o'qib chiqsa, shu vaqt u odam mening kimligimni biladi. G'ani Botir haqida ozliq bir so'zlab bera olamisiz? Ko'rganmiz, qanday bir odam edi? G'ani Botir u jang qilgan vaqtda, milliy inqilob bo'lgan vaqtida men bir 7-8 yosh vaqtlarim. G'ani Botirning biz tarafga, bizning mahalliga bir otliq kelgini shundoq yodimda bor. Bizning mahalli O'di mahallasi degan mahalla. G'uljining O'di mahallasi. O'di mahallasining yanada Xitoyning butxonasi bor edi. Shu O'di mahallasidagi shu butxonaga G'ani Botir Quvan Shanxu degan bir necha otliq konvoylari bilan kelibdi. Butxonaga kirib, Xitoylarni hammasi qo'g'lab chiqdi. Chiqib tizib qo'yib, bu haqni bir asli o'q zoya ketdi. Bir bilan aytish kerakda, bunda quchoqlab bunda turib o'q otganini shu vaqt anglab biz qo'rqib ketgan shuni. Bir o'q bilan necha yiqildi ekanda, o'q zoya bo'ladi bu haqni birli aytish kerak deb shunda qilganni bir anglagan kichik vaqtim. Keyin o G'ani Botir dedi. Keyin u o'zining vataniga sig'may bu yoqqa chiqdi. Bu yoqqa chiqqan vaqtda Toshkent O'zbekiston xaridorlik qildi. U yerda yashadi. Onunki 60 yoshligimi yubileylarga u yerga berib qatnashdik, she'r o'qidik, uning ta'rifini qilib. Keyin Qonayev Qozog'istonning birinchi sekretari Qonayev xaridorlik qilib, buni Olmaotadan 80 kilometr nerida Qosh mahallasi yashadi. Sotsialist Qozog'iston degan savxoz bor. Shuning Qosh mahallasi degan qoshliqlar o'tirilgan mahalli. Shu mahallaga shu odam shani tanladiga, o'sha oxirgi umrim shu yerda o'tsin deb. Shu yerga joylashdi. Shu yerga joylashgandami biz chiqib turdik. Keyin endi o'lib ketdi xayriyat. O'lib ketgandan keyin shunga haykal tiklashga, shu Tursun Paltoshev, Hashir Vahidlar shundoq mangdi buning yo'lida haykallarni tiklab, shu ishlarga qatnashdik. Ta hozirgacha uni eslaydigan ishlarda biz shu qabristonlikni egib yuribotimiz-da. Har bir ish bo'lsa, yoki yo'limiz tushib qolsa, shu yerda bir to'xtab duo qilib o'timiz. Bizning ozodligimiz uchun kurashgan bir odamdi u. Qozog'istonda Qozog'iston kelganda o pensiyaga chiqqan vaqt edi. Personalni pensiyaga chiqqan vaqt edi. O damilishda yotdi. Bu yerda bir ish qilmadi. Lekin shu Ashir Kamlar shunga berib maslahat qilsa, har qanday shu Uyg'urning nemisi haqida xat bo'lsa, qo'l qo'yatdi, yanmatdi. Eli bo'lsa bir rat atib kirsanglarchi bir otga yo'lab qo'yib, mingizib qo'ysanglar, yana Xitoyga tetig'ichiligim bor deb turadi bechorada. Ashaqqa jutumga yaqinroq kelib o'lib ketdi. O'lgandimi yuzimni Makkaga, qibliga qarab emas, vatanga qaratib qo'yinglar deb vasiyat qilgandi. Mana qahramon edi. Uning qibliga qaratib emas, vatanga qaratib. Men vatanni ko'rib yotay deb shunaqa. Men endi o kishi bilan jiq aralashmag'ashqa, uni jang qilgan vaqtlarda biz boladik. Keyin angladik qahramonliklarini. Keyin Ziyo Samadi G'ani Botir haqida roman yozdi. Yusuf Muxlisov xotira yozdi G'ani Botir haqida. Shular biz o'qidik. Haqiqatanmi u Uyg'ur xalqi mag'rurlanganidek bir botirdi. Chunki har bir xalqni ikki kishi tuntudi. Biri Botir tuntudi. Biri olim, shoir, yozuvchi tuntudi. Mushu ikki odam tuntudi. G'ani Botir botirligi bilan Uyg'ur xalqini tunitdi.
sizin yazgan kitaplarınızı qayerden tepişki buludu, kandak tapalaydı Dilizor Köyçiler? Ben hazır özümden yazgan kitapları özümde mukammed. Sana birine hatırı beriş için özümde mukammed efkam. Yani o hazır o kitaplarımı çıkarımız desek ki çıkarımız. Ben çıkarıp boldum. Endi qağan ayat şu tınşap yatı ben. Hazır endi bunu Şanghay dogovoru degen bizning ağzımızını bükütüp koydu. Kolumuzgu koyup putumuzgu kişen bop turuptu da. Ma qarindoshlar elida biz Xitoy qarshi bir nima qilolmaymiz, harakat qilolmaymiz. Onu tushunib turibmiz. Onun uchun men bu Qozoq xalqidan ranjib turgan yo'q. Bular mı amalsız? Çünkü düşman bek şoň düşman. Onun bava keliş üçün hazır kıladigan başka işim yok. Hazır sokuş bolsunmu, miltiq kötürüp kıladigan sokuşum yok. Bizden kıladigan işimiz ballarımızı Uygurca ügetsek mi? Ana tilini ügetsek mi? Ana vatanimizin tarixini ügetsek mi? Aşı ballarımızı keyin yuqori ali okuş oralarda ügetsek mi? Kelgüsü bari bir Uygurustan azat boludu. Çünkü bala bolsa böşük tepiludi, bala ba böşük tepiludi. Uygurustan azatlıkka amildar o azat boludu. Şu vakitte onun ilgi bolduğan Uygur balları okumuşluk bolmasa bolmaydı. Okumuşluk bolmasa onu yani hak başkırıp berdiği iş bolsa onda azatlıktan ben başkalarının egemenligini körüp atıma özünü özü başkırmasa şunun xo'jayinlikni özü qilmasa bo'lmaydigan ishga şuna balı terbiyeleşning özüdün başka bir yerde hazır iş mi qilmadi. Ben balalarımni oliy maktablarda o'qitdim. Nevirlerimga Uygurcha o'qitib ataman. Uygurcha so'zlatib ataman. Özünün Uygurluğunu bilib qolsin deb. Çünkü tilni bilmasa, til yo'qolsa onun Uygurluğu yo'qaydi. Her kim Uygurga ma qayerda bo'lsa, to'y to'kin bo'lsin, ajratiroq bo'lsin, özünün kimligini tanıtadigan şiir o'qib beraman-da. Özünün kimligini. Doppamga qarab meni tanıdingmi? Uygurman, BMT'de devletim yok. Tügümeydi. Tügümeydi. Dünya özü müstemliksiz dünyaya öttü. O Xitoy aldab, o özü onu bunu müstemlik qilib aldab can beqivatgan bilan o müstemlikdan onu mu xalq azat qiladi dünya. Dünyanın yönünüşü başka azı. Haq ümit üzmüsün. Eli tutmağının kırını buzivetme, bu alem uzun alem ümitini özüvetme deydi. Ben halkımın deydiğim birlik ipim var. Uyguristan azat buludu. Onun biz ilgileri biz şeyde yaşayımız. Onu biz körümüz. Bizim nevrilerimizle emez, biz körümüz hatta. O gün yakın. Bırak bizden yaşlarımız şununla ilgi boğudak aldı beriş gerek. Uyagi dolar götürüp beriş onun gereği yok. Bilim götürüp, bilim. Maddi cihetten emez, manevi cihetten büyük beriş gerek. Şu vakti da vatandan aldı da yüzü yoğuruk boludu. Bomuz teyyağı ayağı bop kalmam da beri. Ama o gün yakın, ümit üzmesi gerek. Özün Uygurluğunu bilge adam bilse, o hiç kimden kam emesligini bilse, o elbette özünün vatani için canını pida kılıdı. Ben halkımdan aldavatqınım yok. Ben mi hak okuyan 5 vakit namazını okuyayım ben. Ben turup da Allah'ın yoluna eğitay, biz azat bulduğun gün nahayet az kaldı. Benim ballarım, nevrilerim, hatta Xudo bana mı nesip kılıdı. Ben şu günü tilavatım. O hem körümen diye ümitim ben. Ben şairin sözü şiir buldum. Özümüzden hoş otlağaların hemisininki anı vatani hakkında yazgan şiirimde bir parça. 20
21. asır. Ben bu şiirini 20. asırda yazdım. Endi şairliğe yerim saran kiloda, yerim bu tefekkürke geldiler. Tuğur kim tanıran turu var. 21. asır. Uydurustan 10 bin yaşlık akbaş anamsa. Sen anamsan, ger bolmusu dıldı anamsa. Uydurustan kindik benim dökülgen toprak. Senden geçip yaşagandı, ölgen yaşaran. Uydurustan bu asırda bulmaydı asır. Uyuk kaşlarını astanı kıp kurudu kasır. Uydurustan bu asırda bulmaydı bitap. Bu vatanını nur kaplap çıkıdı oktan. Uydurustan elde emmez hiç kurup emçek. Endi çıkmaz azatlıkta karı çiçek. Azatlıktın artık baktığı cihanda. Altın kafes işir sayrar kuşmu puğanda. Tiligenge köksün düşmez herkes azatlık. Ah azatlık kan şiirin kancılık tatlı. Sorulmanga vermez yallah tacı tahtını. Kimler idi uğurluğun senin bahtını. Rakiplerini körüp yürümek kancılık çok der. Uygurustan öz kolunda turar takdirin. Taklanmaydı kandı cumay mukaddes yerin. Her kimge hem kindik günü tamgan yer sağlık. Öz ilim için küreş kılsan bulmaz hatalık. Azatlık için küreşkenler terörist emez. Teröristler ama el demez. Erik için, tanrık için gerek zerk almaz. Ecdatların bizi kalan küreşmek miras. Candin keşfey yitip olmaz deydi cananga. Azatlık için elem tutup carsal cahanga. Şu çağ baxt kuş konar senin kolunga esir boyu saadetli sıkıngan bu el öz erkini öz kolunu tutan şu mahal Eğinayman topsini totuya bulup uluqlayman şanlarını ziya bulup Sombruk kuşlar kanat gelsi akbaştan şan. Bu baktın, bu eriktin deydi el nişan. Kaşkar koysu Mahmud bilen Yusuf'ke heykel. Beşin igiş üçün kiler, barca el tügel. İddialı nur döküp tuğsa güzel ibarkan. Nazgûn'un kâmetigi fidadılar can. Bayandaydı bürkütke bürketke sadır. Karışsıyla boyunca kura bahadır. Aram bakı yine dağdır verirler. Onu körüp cümlektinin özü bir döler. Lütfullu'nun ismi bilen atalgan bir bağ. Ademlerin ayrılmaz her çağ. Şair bolsan el işkidi deydi köyüp yan. Bunlar nazım namıdaki şu için medris, nava edin, nizar edin, ödülü deriz. Mayın kanının yeşil kangan, eli deryası, sahilinde yangrar elinin namı navası, güzel kalp yeşil mehmel, yıpımgan sayram, cennet dergah atıldı tam algılı aram, herkenin tik dağını turup evlatla ilahının boyun uçtup namını yadlar derya bulup ilktus nefit aydaldın oynamanı kötürüdü çıkmazsın bandın
Başka bala olmasala oran altını, bu cihanda bir çıdarının ürkünü, Tanrı temin tahiyye kılıp tusuletini, bundan aldılar adam yemini. Baldı bulbul, tamdı keklik sayraydı tınmay, eğitimlaçı ağlara bağımı mındak cay. Sorusanlar benim hoşu öten terzendi. Onu unutup tarı üst bık öteymendi. Vatan işte yapıcıttı öğrü jülünü. Silahı adam yazdım. Hemimizgin Xuda, muşu bayrağımızın Uyguristan'da tikligini, şunu dakika görüşkün kardeşim.